Yaxshimisilar to'rdoshlar, yaxshi so'zinglarmi? Sizlar bilan yana yuz ko'rishdik. Bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan gap parang bo'lsa, bu hikoya emas, endi jamiyatga hammamizningki qechib qutulib ololmayotgan bir tema bor, hammamizning bir parcha qilmoqchi temaning ichida. Shuni sizlar bilan bir paranglashib kelib qoldi. Bu tema nima deganda qarz temasi. Qarz degan hozir jamiyatimizda nihoyatda bir cho'ng rol o'ynayotgan bir tema bu. Hech qaysimiz bundan qechib qutulolmayapmiz. Ba'zilarimizning ilishimiz bor, ba'zilarimizning berishimiz bor, ba'zilarimiz yetolsan birlaridan olamiz, birlariga beramiz. Mustaq bir davrda yashayapmiz. Endi bu qarz degan narsani men nihoyatda tadqiq qilib yetib baqsam, bu bir yaxshi narsa ekan bu. Qarzchi qanday yaxshi narsa desam, aslən beşinci kun tushmagan ahvol ostida, ishlaring yaxshi bo'lgan ahvol ostida hammadan do'stdek ko'rinib keldi. Hammadan sen chunki senda g'am yo'qda, puling joyida, biroziga oyiting tushmaganda hammadan voy men sening do'sting, men sening anda adaming, men sening manda adaming, beshinchi kunchisi anda qo'yma, mana qo'yma degan bilan sen bunda vaqtida hech narsa tushunmayman bilan beshinchi bir kunchisi sening beshinchi kun tushgandan keyin amal yo'q bo'ladi, qiynalsa mesela kiravatgan kiriming chiqimingdan az yeb ketgan vaqtda tushadi bu boshqa kun degan bu. Shunday vaqtida biz atrofimizdagi o'zimiz menga yordam qilish imkoniyati bor degan odamlarga umidimizni bog'laymiz, ashuladan yordam tilaymiz ekanda. Bunda vaqtida biz haqiqiy endi kimningki jin odam, kimning jin seni yaxshi ko'rdi, kim seni jin seni haqiqiy tam ishindi, kim ja hammasini bilalaymiz. Masalan, 5-kunchi kun tushgan vaqtida biz davomli bir so'rinda o'ltiradigan, biz davomli ishimizni aymaydigan, hattoki 5-kunchi kun chiqib qolsa, menga da degan odamlarimizga birinchi ashlardan yordam so'raymiz. Ammo ko'pincha vaqtlarda bunda odamlardan sado kelmaydi ekanda. Qanday odamlardan sado kelgan, qanday odamlardan yordam kelgan desa, bir jildi bir haqiqatan paranglashmaydi. Unchalar jiq pulim yo'q. Unchalar bir ishlarim yaxshi emas, ammo faqat bu odamningki senga bo'lgan hurmat nihoyat kuchli. Faqat senga ishonadi. Seni haqiqiy yaxshi ko'rgan odamlar bizga yordam qo'lini sunadi. Hamda bu odamlarningki biz agar bilsak, bu odamlarningki bizga naqadar muhim ekanligini bilsak, bilishimiz kerak deb qarayman-da. Chunki bir odam siz bir pul so'ragan vaqtida herkes ishib ketib sizga bermaydi. Biz pul so'raganda pul bergan odamni nihoyat qadrlashligimiz kerak. Masalan, menimmi masalan qarzim bor, qaytirdiganda masalan bu odamlarga men agar qaytirolmay qolgan vaqtlarimda bo'lib qolsa, men o'zligimdan gap qilaman. İşte bu vatıda dostum, işte bu vatıda menfaat yakın. Özümüzdeki muş qarzni qaytirish niyatimizning bağlığını herkes bunda qılıqı elimizde pul batırıp bunu qaytırmayotganligimizni haqiqatda o'ylaydi-ku boshqa vaqtida. Ammo o'zimizdagi tirishayotganligimizni pat arada qaytirganligimizni vaqt bildirib turishimiz kerak-da. Anandan keyin shu qarz to'g'riliq yana bir gap aytgan vaqtida qarzni so'raydigan vaqtida adam tanlab so'rashimiz kerak. Ba'zi bir insonlar bor, bu ba'sa ish va u bermay turib ultag'in qopgan yerda palonchi mendan pul so'rabdiki. Hatto shu ovozlarimizni u yerga anglatib, mana men bunday pul so'ragan, mana mendan pul so'radi, va palonchi mendan pul so'raydi deb aytdi. Bermay turib hamma yerda işte bizningki bir beshimiz kun chiqib qolganimizni, aysanda bir yordam so'raganimizga pushaymon qilg'izadigan bir odamlar bor. Bulardan nihoyat hazar elishimiz kerak. Hamda agar qarz olgan bo'lsak, berilmayotgan bo'lsa, o'zligimizdan shu odamni izlab turishimiz kerak-da. Qarz degan nihoyat hammamizning beshimizga oyda bir haqiqatan, yomon-siz bir haqiqatan yuz kelib turadigan narsa bu shu. Andan keyin shu qarz so'ragan vaqtlarimizda ba'zi bir insonlarga gap qilamiz. İşte ahvol, işte yordam qilsam bo'pti degandan keyin endi bu bir qiziqarli ahvol hammamizga ayon. 45 sekundlik gapdan 4lik kelgan keyin apla mana yo'q keldi bizda. Chunki u muhabbat o'zini dardini to'kib qo'ydi, odam bunday bo'lgan. Haqiqiy belgisi bor insonlar nima deydi? Necha pul? Pulni yetib berib askartib qo'ydi, ada pulni vaqtiga qaytarib bersam yaxshiroq deymiz. Shuning uchun
birinchi muhim narsa qarz so'rayotgan vaqtimizda cho'qim niyatimizda buni qaytaraman cho'qim degan niyat bo'lishi kerak. Ko'pincha ularda qanday vaqt qarz so'raymiz? Masalan 50 mingga qarz so'rasak, bizning niyatimiz 50 mingni bir ishlarni qilib, 150 mingga pul qilib, bir oy ichida mana 50 mingni qaytarib yetishda bizning niyat. Ko'pincha shunday bo'ldi-ku hamda. Lekin önceki sabah tadatı organlarında bazı işler bunda bulmayı kalıdı. Ne yapmış da vaxtada mesela giderken qaytadan vaqt keldigan bo'lsa, bir hafta burun o'zimiz izlayapmizlar. Boqqal dostum, ma'lumotni qaytaramay qolish ehtimolligim bor, ammo men tirishyapman deb bir samimiyatimizni bildirib qo'ysak, bu insonmo buyabiyat bizning gapimizni tushunmaydi, o'zimizniki kishilik obro'yimizga ta'sir etmaydi. Shuning uchun qarzi bor do'stlar, onun bilasida ilishi bor do'stlar, ba'zi bir vaqtlarda azroq mardlik qilib qo'ysak yaxshi. Uyga berib tag'in qo'yib qo'yadi, falonchi ilishim bor, falonchi bunday qildi, anday qildi degan gapni demasak yaxshi. Ammo qarzni qaytarishi bor do'stlarmi, gap qilmay yo'qolib ketish emas. Qaytarolmayotgan bo'lsangiz mayli, chataq yo'q, cho'ngish yo'q, ammo izlab turing. Deb qo'yib turing o'ziga. Qaytarish niyatingizdan bo'lganligini deb qo'ysangiz-mi, o'zingizga nurg'un so'rovlardan qarshi tarafnikisidan yomon gapingizni qilishdan oldin olgan bo'lasizda. Shuning uchun endi bu tema qarz temasi. Mening bu faqat mening o'zimniki ko'z qarashim. Endi sizlarning ko'z qarashlaringlar qanday do'stlar? Qalaminglarni inkos rayonida tavsiyalarni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat.